Operatsiya qilib, trubalarimni bekitganman, yana qayta ochtirsam bo'ladimi? Shu savollar bilan juda ko'p yozishadi. Tasavvur qiling, bachadon naylari shu ruchkaga o'xshagan tolchinada bo'ladi, uzunligi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Buni operatsiya qilib bekitgandan keyin ochish nevozможно uni. Ya'ni shu bachadonning o'zida trubalarda shunaqa kipriksimon naychalar bo'ladi. Spermatozoid harakatlanishiga va embrion hosil bo'lib, yana bachadonga qaytib borishi uchun bu to'qimalar shunaqa harakatlanib turadi, itarib bachadonga yurishiga yordam beradi. Ya'ni bu yerdan уже bekilgandan keyin operatsiya yo'li bilan ochilmaydi. Yoki buni oddiy vaspaleniyani hisobiga bekilgan bo'lsa ham, bu funksiyani hech kim tiklay olmaydi. Shuning uchun truba ochish operatsiyalari umuman butun dunyo bo'yicha tavsiya qilinmaydi. Chunki har bitta laparoskop bilan ochilgan, har bitta o'tkazilgan operatsiya ayollarning zaxirasiga yomon ta'sir qiladi. Zaxira resko tushib ketishi mumkin bo'ladi. Agar ushbu operatsiyadan keyin siz yana tug'moqchi bo'lsangiz, faqat eko yo'li bilan tug'ishingiz mumkin bo'ladi. Eko bo'yicha ma'lumotlar uchun quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling.